17 ot kuchli motobloklardan ham obzor qilgan akalarimiz uchun agroservis do'konlarida 17 ot kuchli Solarishni va 17 ot kuchli benzinli satelitli motobloklarimizdan yetib kelgan akalar. Shu munosabati bilan hozirda sizlarga uning ikkalasini ham qisqacha ma'lumotini berib, narx-navolari bilan va sifatlari bilan tanishtirib o'tib ketaman va satelitli motoblogimiz orqa tomonida turgan universalli bo'lgan aylanma pligimizni ham qisqacha ma'lumotini berib o'taman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastda nomerlarimiz bor, bemalol murojaat qilib, xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib Solarishning motoblogimizdan boshlaydigan bo'lsak, yoqilg'i turlari Solarka bloklari katta 5 litrli bo'ladi. Vozduxning filtrlari maslinli bo'ladi. Yurg'izilish joylari zavod orqali yanada tortga zavod yetib oladi. Old tomoni juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralarigacha qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Hop. Statorlari katta statordan qo'yilgan, akkumulyatorlari ham statorga mos qilib katta akkumulyatorlardan qo'yilgan bo'ladi. Reduktor qismi ham juda ham katta reduktorlardan qo'yilgan. Motoblogimiz orqa tomonida qishloq xo'jaligi VOM mavjud. Qishloq xo'jaligiga qarshi sistema, rotorli kasetka, jatka apparatlari va xuddi shunday qishloq xo'jaligiga tushadigan apparatlarni, texnikalar qo'yib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Rollari zoom variantidan bo'ladi. Bemalol 360 gradusga rollarni aylantirib, tepaga pastga qilib ishlatishingiz mumkin. Skorlari oldiga 2 tadan, orqaga 1 tadan skorlari bor. O'zini komplektida kulish-purishlari, dokumentlari birlikda chiqadi. Ularni qo'shib beriladi. Motoblogimizda bezopaslik knopkalarigacha bor. Agar motoblog qo'lingizdan chiqib ketadigan bo'lsa, zavodskiy o'chib qoladi joyida. Xo'p, undan keyingisi benzinli satelitli motoblogimizga keladigan bo'lsak, motoblogimiz yoqilg'i turi benzin baklari 5 litrli, katta statorlardan qo'yilgan, geli va akkumulyatorlardan qo'yilgan. Reduktori boshqa 17 ot kuchli motobloklarga qaraganda katta reduktordan qo'yilgan. Yurg'izilish joylari zavod orqali yarimta tortga zavod yetib oladi. Oldi tomoni juda ham chiroyli qo'shilgan LED faralarigacha qo'yib qo'yilgan. Vozduxning filtrlari maxsusli bo'ladi. Asliy filtriga agarda 50 gramdan 100 gramgacha bo'lgan moylar quyib bergan bo'lsanglar, motoringlarda uzoq umr xizmat qilishiga juda ham sababchi bo'lib qoladi. Xo'p, rollari bunday ham uzun varianti bo'ladi. Rollarni 360 gradusgacha aylantirib, tepaga pastga qilib bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Skorlari oldiga 2 tadan, orqaga 1 tadan skorlari bilan jihozlab qo'yilgan. Frezalari 5 qatordan 10 qator o'zini qalin frezalari bor. Motoblogimiz orqa tomonida qishloq xo'jaligi VOM mavjud. Bu VOMga qarshi sistema, rotorli kasetka, jatkalarni bemalol ulab, o'tlaringni o'rib, suvlarni tortishingiz mumkin bo'ladi. Hop, reduktorini pastki tomondan ko'rsatib o'tamiz. Qo'shimcha shestana qo'yilgan blok sistemalarigacha bor. Satelitli varianti deganda, satelitli varianti ko'rishingiz mumkin. 2 ta rejay bo'ladi. Pastki tomondagisini, o'ng tomondagisini bosadigan bo'lsanglar, o'ng tomonga bitta qo'lda o'zini burish imkoniyatini beradi. Bosmasdan burmoqchi bo'lsanglar, anchagina qiyin bo'ladi. Sababi satelitni chiqarib qo'yilgan bo'ladi. Bosganinglarda bir tomonni ochib qo'yadi, bemalol aylantirish imkoniyatini beradi. Hop, satelitli varianti ko'proq yuk tortayotganlaringda yoki yerda ichlarida yurganinglarda sizlarga foyda beradi. Aylanma pligimizga keladigan bo'lsak, aylanma pligimiz bemalol 180 gradusgacha aylantirishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rganingizdek bemalol aylantirib ishlatishingiz mumkin. Pligimizda ligirovkalarigacha bor. O'zini ikkita joydan ligirovka qilsanglar bo'ladi. Bemalol 17 ot kuchli motobloklarga qo'yib ishlatishingiz mumkin. Hop, hozirda agroservis do'konlarida juda ham katta aksiya ketyapti. Agroservis do'konlariga kelib, istalgan turdagi 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha bo'lgan motoblok xarid qilib olganinglar uchun videoga like bosib, kommentariyaga omad yozib kelasizlar va mana shu do'kondan olgan motobloklaring uchun sizlarga bonuslar ham qo'shib beriladi. Bonuslari, hop, do'konimizning ichki tomonida baraban joylashtirilgan. Mana shu barabanda 100 xildan ortiq sovg'alar qo'yib qo'yilgan. Mana shu barabanda videoga like bosib, kommentariyaga omad yozganingiz uchun va motoblok xarid qilib olganingiz uchun bitta aylantirish imkoniyatini beramiz. Ana shu qora nuqta nimaga to'xtaydigan bo'lsa, sizga shuni olib ishlatib, tekshirib, tekinga berib oladi. Bir so'm pul olinmaydi. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni akalar. Kimga qanaqa turdagi texnika kerak bo'ladigan bo'lsa ham so'ralasizlar. Benzopila, elektropila, suv nasoslar, pompa motorlar yoki kachir sistema, dori apparatlar, elektriskiy ruchnoy dori apparatlar, selkalar har xil turidan bor akalar. Ekranda pastga nomer qo'ydim, bemalol murojaat qilib, optim narxlarda xarid qilib olishingiz mumkin.